Salom do'stlar. Sizlar bilan yana Dalasi Maribjonov. Do'stlar, bugungi videomizda ham qizil kartali agentlarni ochishda davom etamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, men videoni boshladim. Video boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Hop, yaxshilab joylashib bo'lgan bo'lsangiz, hop, an'anaga sodiq qolgan holda agent ochishimizdan oldin o'z taxminlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hop, kommentariyaga taxminlaringizni yozgan bo'lsangiz, agent ochsak ham bo'laveradi. Hop, sizlarga kim tushganini ham albatta kommentariyada yozib keting. Menga juda ham qiziq. Hop, bismillahirrohmanirrohim. Yaxshilab joylashib oling. Bismillah. Hop, do'stlar, ana futbol chiqib kelyapti. 15-raqamda 88 passing. Turkiyalik futbolchiga o'xshatyapman. Hop, taniganlar bo'lsa kerak. Real Madrid yarim himoyachisi Balkandro 87 va mana Arda Güler. Here we go to Dallas Mava. Hop, bu yerda buni o'z pozitsiyasiga qo'yib olamiz. Mana do'stlar, statistikalar bilan tanishishingiz mumkin. Arda Güler ajoyib mavsum o'tkazdi. Bu mavsum Chempionlar Ligasida ham, La Ligada ham va endi bizning tarkibimizda ham ajoyib o'yinlar ko'rsatadi degan umiddamiz. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Dalasi Maribjonov.